Manzara City Novostroykamizning nomi bekorga bunaqa qo'yilmagan. Sababi oynamizning bir tarafidan qarasanglar tog' bag'ri ko'rinib turadi. Bu yoq tarafidan qarasanglar Toshkent City Nestonlar ko'rinib turadi. Tayyor 2 xonali uyimizga keldik. 2-etajda joylashgan 16 etajli Novostroykamiz. Orientirimiz esa Haytown Mall. Xo'p, tayyor 2 xonali uyimizda mebel texnika hamma narsalarimiz qoladi. Arendaga qo'ysanglar ham indamay 450-500 dollar atrofida ketadi. Umumiy maydonimiz esa 50 kvadrat metr. Xo'p, kirishimizdan sirazi o'ng qo'limizda prixoshkamiz stroyni tayyor qilingan. Bu yerda birinchi oshxonamiz boshlanadi. Oshxonamiz ham takoy kompaktniy, polностью chiroyli qilib kuxniga turlar qilib qo'ygan egalari. Stol stullarimiz bor. Ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Bu yerda esa sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz samishonniy, sanuzelimiz teplый pollarimiz qilingan, batareyalarimiz qo'yilgan. Domimiz ham закрытый двор, охраняемая zona, parkovkadan umuman muammo yo'q. Xo'p, bu xonamiz zal. Zalimiz ham keng, razmerimiz 3 metrga 5 metr. Bu yerda esa spalniy xonamiz joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari srochniy 70.500 deb aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.